Kuffar ekti kalplere cehlin mürekkebini, hasat vakti biçtiler Nemrutların zehrini. İbrahim'i çağrıya yaktılar ateşleri, kazmaya başladılar ateşten hendekleri. Qachonki mo'min jamoa o'zining iymonini mustahkam saqlab qolar ekan, musulmon jamoa o'zining haq yo'lida barqaror bo'lar ekan, mushrik bo'lgan kimsalarga, kofirlarning qalbiga ulardan qo'rqishlikni, haybatni solib qo'yadi. Qarang, hozirgi musulmonlar shu masalani tushunmaganligi uchun har narsaga bir-biridan xafa bo'lib, ozgina narsani bahona qilishib, dushman bo'lib, aloqalarni kesib yurishibdi. Kofirlarni xursand qilib, shaytonni xursand qilib, Allohning g'azabini keltirib. Siz Qur'onni boshdan oxirigacha bo'lgan butun hukmlariga qarshi chiqyapsiz. Bir mo'min birodaringizni kichkina ayblarini bahona qilib turib, kichkina sizdan farqlilari, u nima ekan, u ominni jahri aytayapti ekan, yo maxfiy aytayapti ekan, namozda qo'lini ko'taryapti ekan, ko'tarmayapti ekan deb bahona qilib, unga dushmanlik qilib yurishligingiz bilan Qur'onni boshdan oxirigacha bo'lgan butun hukmlariga qarshi chiqyapsiz. Allohning eng qattiq g'azabiga haqli bo'lyapsiz. Nima bunday qilyapsiz? Alloh taolo zina Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "La tahasadu." Bir-biringizga hasad qilmanglar. Va la tanajashu. Bir-biringizga najash, ya'ni bir-birlarini aldamanglar. Musulmonlar, Yahudlar 71 firqaga, Nasorolar 72 firqaga, musulmonlar 73 firqaga bo'linib ketadilar. Shundan bir firqasi najot topadi, qolgan 72 firqasi jahannamda bo'ladi deganda sahobalar, bizlar qaysi firqadanmiz dedilar. Sizlar o'sha najot topuvchi firqadansizlar dedilar. Najot topuvchi firqalar qanday bo'ladi desa, ahli qibla odamdir, musulmon odamdir. Kufrga nisbat bermaydi dedilar. Bir musulmon birodarini sen kofirsan, sen dindan chiqqansan demaydi dedilar. Mana shu odam ahli sunna va jamoadan bo'ladi. Kim birovni kofir degan bo'lsa, ahli sunna va jamoadan chiqdi, o'sha bitta najot topadigan jamoadan chiqdi, shuni bilib olinglar. Buni payg'ambar aytdilar. Mo'minlar bir-biriga aka-ukadir degan. Ey mo'minlar, aka-uka bo'ylar demadi Alloh taolo. O'zi mo'min bo'ldimi, aka-uka bo'ladi u degani. Aka-uka bo'lmayaptimi, demak mo'minligida gap bor degani. Odam bir mo'min bo'lsa, haqiqiy mo'min bo'lsa, mo'min mo'minning birodari. Al-mu'min axul mu'min, al-muslim axul muslim. Ya'ni muslim va mo'min bir-biriga ishlatilaveradi. Musulmon musulmonning birodari. La yazlimuhu va la yakhzuluhu. Unga zulm qilmaydi va uni yordamsiz tashlab qo'ymaydi. Bir musulmon manada o'laman deb kasal bo'lib yotsa, ay kunini ko'rsin, arvosini tortsin, o'zi deb bu yoqdagilar tomoshabin bo'lib o'tib ketaversa, mana bu narsa nimaga dalolat qiladiki, iymoniy quvvati qanchalikka dalolat qiladi. Alloh taolo o'zi isloh qilsin hammamizni holatimizni, bir-birimizga eslatib, shu yaxshilikka chorlab, yaxshilikka gapirishimiz kerak va buni davosini birdan bir yo'li foydali ilm, Allohni tanishlik, iymon masalalarini bir-birimizga o'rgatishlik bilan bo'ladi. Buni eng katta eshigi Allohni tanish bilan boshlanadi. Agar bizning ajdodlarimiz bir ish qilgan. Mana shu bolsheviklar kelib islomda kim musulmonman desa, shu musulmon ahli ilm qorilarni, olimlarni, dinga xizmat qilayotganlarni shunday qator qo'yib, shularni otaverayotganda, ya'ni u paytda hijrat qilishlik, yo'llar qiyinchiligidan hali odam mashaqqatga kelib, dinsiz bo'lib ketganimdan ko'ra shularni safida turganim yaxshi deb turib, past safga borib o'zlarini qo'yib, bolsheviklarning qo'lida o'lib ketgan. Shahodatni Allohning dini uchun jon berishlikni afzal tutgan. Xuddi shunga o'xshagan ba'zi Payg'ambar alayhisalom bilasizlarmi, birodarlar? Ba'zi sahobalardan o'limga bay'at olgan. Men bilan o'lishga tayyormisizlar deganda bay'at olgan. Vallohu alam shunaqa davr kelib qoldi shekilli bizga, birodarlar. Bir-birimizga o'lim uchun bay'at beradigan vaqt soat kelib qoldi shekilli. Chunki nimaga desa, hattoki insonni misol uchun aytaylik, davlat shaklida bir o'g'rini, zinokorni qo'lini kesganlikda aytgan narsa yo'q. Infoq, ihson, infoqni Alloh aytgan joylarga, ya'ni buning uchun biror bir narsa, ya'ni aytaylik, bir pular qo'yayotgan darajadagi biror bir narsani qilayotganimiz yo'q edi, shaxsiy ibodatimiz o'zimizni. Yoki bo'lmasa nima, soqol qo'yishlik. Nima bo'lmasa ayollarimizni hijobda yurishligi. Bu diniy hurriyat, erkinlik desa-yu, bu narsani bermasa.
Shunga bir sal ya'ni ommaviylashgan, ya'ni siyosatchilarga javoban bular bilan ba'zi bir narsalarni kelishib olmasak bo'lmaydigan bir mavzuni ko'tarmasak bo'lmaydi. Yo bizni islom dinimizni qilolmayotganligimiz uchun yoki dinimizda turganligimiz uchun otaydigan bo'lsa biz saf turaylik, bizni otishib yorsin. At-tajarrud lil haq degan narsa yo'q ko'pchilikda. Ya'ni haqqa xolis inson o'z nafsini chetga surib qo'yib haqqa ergashish. Yaxshimi menga, yomonmi menga degan narsa odamlar ichida yo'q. Ana shu ixtilofning sababi. Firqalar nimaga kelib chiqyapti degan narsaga javob shu. Endi shunga binoan sanaverasiz. Hamma kelib o'zi bittadan firqaga aylanadi bugungi kunda. Agar ichida shu xislat bo'lsa. Hani siz mana atrofingizga 10 ta odam to'dalaysiz. Endi ular sizni ko'tar qiladi. Natijada siz bir balo deb o'zingizni o'ylab qolasiz. Keyin sizga bir qarshi gapirsa birov, tamom, yoqmaydi sizga. O'zingizcha bitta firqani paydo qilasiz. Boshqa ummatlar ham xuddi shunaqa. Demak, agar inson ichidagi shu hasad, kibr degan narsani to'g'rilamasa, ana bu firqa chiqaveradi. Xo'p, endi buni yechishlikning yo'li qanaqa bo'ladi? Birlashishimiz mumkinmi deyilibdi? Albatta birlashishligi mumkin, balki Alloh azza va jalla shunga buyurgan. Mumkin emas, Alloh azza va jalla o'zi bunga mumkinligidan avval buyurib qo'ygan o'zi bu. Ya'ni haligi qilsakmi, qilmasakmi degan ixtiyor emas bu. Alloh bunga buyurgan. Shuning uchun oyatlarda "Walau ala anfusikum awil walidayni wal aqrabin" deydi. O'z nafslaringga, ota-onaga, qarindoshga qarshi bo'lsa ham haqqa ergashinglar deydi. Haqda aytinglar deydi. Agar shuni eplay olsak, mana o'z-o'zidan hamma birlashadi. Allohning hidoyati bo'lmasa, biz hidoyat topolmas edik. Roza ham tutmagan namozda biz qoyim turmagan bo'lardik. Bizlarga oromni tushirgin, mustahkam sobitlardan qilgin. Agar bizni dinimizdan bursalar, bosh tortamiz.